Mana singlim, o'qishingga ham kelib oldik. Juda ham chiroyli ekan. Hozir o'zim seni yotoqxonaga joylashtirib chiqaman, xo'pmi? Xo'p. Singlim, mana shu kungacha bizni yuzimizni yerga qaratganing yo'q. Mana endi ham yuzimizni yerga qaratmaysan degan umiddaman. Toshkent katta shahar. Har xil insonlar bor. Fikri to'g'risi bor, noto'g'risi bor. O'shaning uchun begona insonlar bilan hech qachon qo'l berib ko'rishmagan. Begona mashinalarga chiqmagan. Doimo jamoat transportidan foydalaning. Kursdoshlaring bilan salom alik qilishing mumkin, lekin qo'l berib ko'rishma. Ko'chada yurganingda odob saqlab yurgin seni, xo'pmi? Doimo kattalarga hurmat qilgin seni. Or nomusingni, qadringni har doim bilgin, xo'pmi? Kimdir seni xafa qiladigan bo'lsa yoki senga ortiqcha gapiradigan bo'lsa, doim biz bormiz seni. Gaplarimni eskilik nasihati deb tushunmagin. Bu har bitta qiz bolaga beriladigan tarbiya. Bo'ynimizdagi arqon seni qo'lingda. Uni noto'g'ri tortib qo'ysang, dadamning obro'si, e'tibori, meni g'ururim, nomusim, ukamning sha'ni bir pul bo'ladi seni. Mana shuni hech qachon esingdan chiqarmagin. Tushundingmi? Biz senga ishonamiz. Xo'p, akajon. Hamma gaplaringizni tushundim. Atajonimni, ukajonimni va sizdek bor mana akajonimni g'ururlarini poymol qilib qo'ymayman. Sizlarning yuzinglarni yerga qaratmayman. Ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Boringizga shukr, akajon. Ana endi yur. Ketdik.